Bu mashinamiz ko'rganingdek 2019-yilda ishlab chiqarilgan Nexus yurgani 68.000 kilometrda balonlar такой свежий o'tibdi. Qarang, jigar. Bosib o'raygan joyi. To'g'risi, men sira shoshildim o'zimni ko'rsatmasdan ham birinchi mashinani ko'rsatkim keldi. Mashinamiz 4-pozitsiya, avtomat korobka, ya'ni LTZ. Xullas kraskasi top-toza. Bir qarich petno chiqib qolsa ham o'tib beraman deyapti. Xullas, mashina o'zimizda. Bosib o'raygan joyi, nima deylik? Chexol svesh turibdi. Afshipkalarga e'tibor bering. Takoy guli-gulida katay-katay bo'lib turibdi. Xullas, mashinani ko'rganingda salon освещение svesh bo'lib, video registratorlardan ham o'rnatib qo'yilgan. Orqalarini ham ko'rsataman sizlarga. Xullas, bosib o'raygan joyi do'stlar. Xullas do'stlar, bu mashinamiz benzinga yuradi hozirgi kunda. Metallar yopiq. Metallar ochilsa, xudo xolasa, metanga ham yuradi. Xullas, benzinga va gazga yuradi. Mashinamiz ko'rganingizda svesh holatda. Menimcha to'liq ma'lumot berdim sizlarga jigarlar. Narxiga keladigan bo'lsa, $9300 ozgincha o'tib beriladi. Bosib o'rayinglar, qizartirib sizga bundan ham zo'rlarni taqdim qilamiz. Aytganchalik 01 partiya nomerda sizlar xohlagan generalniymi, любой dokument bo'ladi. Bosib o'raydigan joyi $9300.